Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Mamlakatimizda yoshlarga e'tibor yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Yaqinda prezident Ko'ksaroy qarorgohida yoshlar bilan muloqot chog'ida har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni etib belgilanganini ta'kidladi. Endi rahbarlar mahallalarga tushib yoshlarning dard va tashvishlarini eshitadi, muammolariga joyida yechim topadi. Jizzax viloyati Baxmal tumani Nurafshon mahallasida ana shunday uchrashuv bo'lib o'tdi. 5317 nafar aholi istiqomat qilayotgan ushbu mahallada 1377 nafarni 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Ular bilan yuzma-yuz muloqot qilish, muammolarni o'rganish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i joyiga bordi. Boshqarma boshlig'iga biriktirilgan 23 nafar ishsiz yoshlarning 20 nafari bugungi kunda doimiy ish bilan ta'minlandi. Bu raqam emas, bu 20 ta oilaning daromadi, 20 ta yoshning ertangi kunga ishonchi degani. Prezident nima deyapti hozir? Eshityapsizlar-ku. Men bolalarim joyda xor bo'lmasin, joyda ishsiz bo'lmasin, bekor yurmasin, daromad topsin, boyisin, pul ko'paysin deyapti. Biz shuning uchun yuribmiz qishloq-qishloq kezib har kuniga. Bizni mahallamizga biriktirilgan viloyat soliq boshqarma boshlig'i bugun ishsizlar xatlovida aniqlangan 23 nafar ishsiz yosh har birini uyiga manzilli borib o'rgangan holda muammo va takliflarini o'rganib chiqib, ularga kerakli ko'nikmalarni berdi. 23 nafar ishsiz yoshdan hozir shu kungacha 20 nafarini bandligi ta'minlangan. 3 nafari jarayonda turibdi. Uchrashuvda yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlagan yoshlar bilan ham suhbat bo'ldi. 24 yoshli Mehroj Hasanov mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklida ish boshlab, 4 ta ish o'rni yaratdi. Uning ta'kidlashicha, bugun tadbirkorlikni kengaytirish bo'yicha aniq reja va bilimlarga ega bo'lmoqda. Arxitekturaga qiziqardim, keyin sartarosh kasbini o'rgandim, keyin sartarosh bo'lib, hozir shu yerda 3 ta bizneslar ochdik, shuni rivojlantiryapmiz endi xudo xohlasa. Bugun boshqarma boshlig'i uchrashdik, bizga takliflar bildirdi. Yangi bizneslar ochib, ish faoliyatini o'rinlarini kengaytirmoqchimiz. Yosh tadbirkorlardan yana biri Diyorbek Qo'ziboyev. Uning rahbarligida faoliyat boshlagan yog'och kesish sexi 8 nafar yoshlarni ish bilan band qildi. Loyihani kengaytirish maqsadida unga 300 million so'm kredit ajratilishi belgilandi. Endilikda ushbu hududda mahalliy mebel ishlab chiqarish korxonasi ham faoliyat boshlaydi. Bu esa yangi ish o'rinlari, yangi imkoniyatlar va yangi yutuqlar demakdir. Tomondan mebel sex qilsangiz, yana bir 20 ta bolani ishga olsangiz qanday bo'ladi? Bo'ladi, yaxshi. Yaxshi bo'lardi agar shunday qilsangiz. Beramiz yana kredit. Qani hokim beradi? Imkoniyatni Mana yerda yopib, bir chekkasi bir mebel sex qilsangiz, xudo xolasa. mana shu qishloqda odamlarimiz Gap mablag'da shu bizda. hech bo'lmasa stul yasab sotsangiz ham oladi-da. Shunday mablag' bo'lsa, reja ko'p ish qilamiz, xudo xolasa. Boshqarma boshlig'i bilan hozir biz muloqotda bo'ldik. Shu tadbirkorlik uchun imkoniyatlar ko'pligini men hozir boshqarma boshliqni shaxsan o'zidan eshitib imkoniyatlarni bilib oldik. Endi qo'ldan kelgancha xudo xohlasa kredit olib, mebel sex ochib, xudo xohlasa ish o'rinlarini ko'paytirib, tadbirkorlikni kengaytirish niyatlarimiz bor. E'tiborlisi, bu tashabbuslar faqatgina uchrashuv bilan cheklanib qolmayapti. Har payshanba yoshlar muammosi eshitiladigan, tashabbusi qo'llab-quvvatlanadigan, orzulari ro'yobga chiqadigan kunga aylanmoqda. Zero bugun prezident tashabbusi bilan yoshlar bandligi ta'minlanmoqda, ularning tadbirkorligi keng qo'llab-quvvatlanmoqda.